Endi hozir boshqacha usulni ham ko'ramiz. Printf deb yozib qo'yib a++a deb keyin ani ham e'lon qilib qo'yamiz. Bunda endi 7 chiqadi, ya'ni bizga buni ko'rsatib beradi. Undan oldin esa mana bu e'lon qilmasak ani u o'zi bajarib qo'yaverardi. Endi bizada +a degani bor, ya'ni ani oldidan plus qo'yish. Endi bunda ham shunaqa qilib qo'yamiz. Printfning ichida ham endi buni ishlatib ko'rsak qanaqa bo'ladi? Buni ishlatib ko'rsak, endi buni ham javobi 7 chiqadi. Sababini tushuntirib beradigan bo'lsam, sababi boshda 5 edi, bittaga ko'payadi, 6 bo'ladi. Keyin e'lon qilib qo'yotganda bittani qo'shish kerak degan e'lonni ko'rib qoladi va qo'shib keyin e'lon qilsa, bunda javobi 7 chiqadi. Endi buni hozir mana 7 chiqqanini ko'rib oldinglar. Endi hozir yana buni tagidan printf ani a++a qilib turib, endi tagidan printf qilib e'lon qilib ko'rsataman. Yozib olamiz. Ana, endi bunda ham javobimiz 7 chiqadi. Bunda shu 5 bo'lib, bittaga oshdi, 6 bo'ldi. Keyin esa 7 ni e'lon qildi va anada chiqqan javobni chiqar deb qo'yganimiz uchun chiqardi.